Mao sırtның soğuqlığın dememdiğen teği. Qoymiz erikten bu orandın. Bir segejgemdin ittirip atqandek men otaman dese. Men bu başqalары qilgan oliy maktablarda o'qidim. Yana nemishqa ko'ngildagidek o'rin chiqmaydi. Bu yil men zolim nemishlarni qildim. Kelar yilmi mushundaq o'tib ketarmi? Shuncha qilganim o'tishliq. Oladiganim yana shu 4 tanga. Bugün koni yılının ahırkı günü. Gayret şicaatının qanlari vücudumda juş urib turdi. Men tanlagan yo'lda yaxshi fursatlar ko'p. Lekin mushaqqatlar undan ko'p. Shirin tushlarim meni bir minutmi aromimda qo'ymaydi. Berilib ishlashni o'zimga nishon qilaman. Texmi tirishishim lozim. Buyuk ishlarni vujudga chiqara olayman. Gul hargizmi chiroyli joyini tanlab unmaydi, balki ungan joyini chiroyli qiladi. Men qattiq toshlarni yerib chiqa oladigan yovi gul bo'lishni xohlayman. Biz bozor tashishni kuchaytiraylik. Boshqasi mas'ul bo'l. Assalomu alaykum aka. Endi kechikib qoldim jumladan. Shu avtobus kelmay namoz saqlab ketdim da. Uka, mashina bir necha qatim kechikdi. Sen mashina qilsam bu yerdan qo'llansa, diqqat qil bo'ling ekan. Qanday munosabat bilan jurg'an ham bir chiqib chiqaydi. 2014-yildan 2016-yilgacha bizning yillik filmimiz 15% oshgan. Bundan ko'rishga bo'ladiki, bizning xodimlarimizning noyob kuch chiqarganligi bo'libmi? Marhaba bir olqish bersak. 2017-yillik bozor echish, bozor tekshirish vazifasini marhaba bilan Aliga topshirdim. Sizlar qanday qaraysizlar? Firdun? Voy, merhaba. Voy, uzoq bo'lib ketdimi? Ko'rishmagilar, nima qolsa bu yerda? Shu do'konda ishlar. Voy, bo'pti-ku. Kechira. Bosh direktor? Ha, buldi, hozir boray. Firdun, meni ozroq ishim chiqib qoldi. Keyin aloqa qilishaylikmi? Merhaba. Ha? Sen bilan qanday aloqa qilasizmi? Ha, to'xta. Ha, men sim kartochka. To'qilasan? Xo'sh. Doğru aka? Ha? To'lqinroq. Odam oz toza yaxshi emasmi? Toza yaxshi emas. Rostdan bir necha kun ishlatdim. Qabo, Ara. Ta'tildan boshlab aramasam bo'ldi. Esada bo'lsin, bugungi kunlarda xizmat qilmoq, xizmat astoydil bo'l.
Asta, boğuşma qamlashma o'ltirdi qo'yamdi. Bu shahar menga barg'anzir yatlashayotgandek ko'rinyapti. Merhaba, telefon qilib boqaymi? Merhaba. Benim iqtidorimni yaxshi joriy qildingmi? Acaba mening boshqalardek yaxshi yashag'im, yaxshi turmush kechirgim yo'qmi? Mening yaxshi yashag'im, yaxshi turmush kechirgim, isil mashin, isil uylarda o'tag'imba. Biroq fursat bo'lmasa, uni qilay oqmasa, buni qilay ravon bo'lmasa. Sen desem merhaba. Menga kelganda eriqning suyim to'xtaydigan o'xshaydi. Merhaba'nın bu sözleri idirimde davalg'ush qo'zg'amoqda. U gerçi bir qiz bo'lsa-mu, o'z tirishchanligi bilan bugungi kunga olishibdi. Lekin men-chi, erkak deb maydamga urg'anim bilan vaqt soati kelganda nima qila oldim? Qaddimni ruslay, qayta sinab beqishim lozim. Bugundan, yo'q, hozirdan boshlab mening log'atimda qayta men cho'qim qila olayman degan so'zlar bo'ladi. Bedenimde muvaffaqiyat qoldirgan jarohatlar bo'lsa mayliki, mag'lubiyatning qiyni yo'q bo'lsin. 2017-yili bu qaynoq shaharning sahri yangicha bir ferdonni ko'rdi.